Merhabalar. Turk tilini o'rganishda davom etamiz. Bu darsda biz quyidagi mavzuni o'rganamiz. Iyelik ekleri, ya'ni egalik qo'shimchalari. Demak, ban olmoshi uchun egalik qo'shimchasi sifatida im qo'shimchasi qo'shiladi. Ban, benim, mening degan tarjimani beradi bu gapimiz. Xo'p, ban olmoshiga oid boshqa so'zlarga egalik qo'shimchalarni quyidagicha qo'shamiz. Agar so'z unli harf bilan tugaydigan bo'lsa, har doim u so'zga m harfini qo'shamiz. Babam, otam, ya'ni benim babam, mening otam. Anne, annem, onam. Manto, manto kiyim ma'nosida keladi. Ustki kiyim, kurtka. Mantom, utum, dazmol, dazmolim. Hammasida unli bilan tugagani uchun m harfi qo'shildi. Bu farqi yo'q. Qalin unli bilan tugasa ham, ingichka unli bilan tugasa ham har doim m qo'shimchasini qo'shamiz. Ban olmoshiga oid so'zlarga egalik qo'shimcha sifatida. Keyin so'zimiz agar o'ndosh harf bilan tugaydigan bo'lsa, endi bu holatda qo'shimchamiz 4 xil shaklga ko'ra qo'llaniladi. A, o bilan tugaydigan so'zlar qo'shimchasini oladi. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Anahtarim, kalitim. Benim anahtarim, mening kalitim. Ev so'zi masalan bilan tugadi, im qo'shimchasi qo'shildi. Evim, uyim, mening uyim. Qo'l, qo'lim o bilan tugagani uchun qo'shimchasi qo'shildi. Keyingi so'z ko'y, ko'yim, ko'y qishloq ma'nosida keladi. Bularni oxirgi unliga ko'ra tiklanishi quyidagi harflarga oid bo'ladi. Tepasiga yozib qo'yamiz. Hop. I harflari bilan tugasa qo'shimchasi, i harflari bilan tugasa im qo'shimchasi, u harflari bilan tugasa qo'shimchasi, u bilan tugasa nima? Qo'shimchasi qo'shiladi egalik qo'shimcha sifatida so'zimizga. Keyin olmoshining egalik qo'shimchalarini o'rganamiz. San olmoshining o'zi uchun in qo'shimchasi egalik qo'shimcha sifatida keldi mana. Sening, sening ma'nosi. Bunda ham so'zimiz unli bilan tugasa, har doim san olmoshida egalik qo'shimchada gap gapirayotgan vaqtimiz n qo'shimchani qo'shib qo'yamiz. Senin baban, sening otang, senin annen, sening onang, senin manton, sening kurtkang, sening ütün, sening dazmoling. Hammasida n qo'shimchasi. Bu sen olmoshi uchun. Xo'p, endi bunda o'ndosh bilan tugaydigan bo'lsa, yana oxirgi unli harfga qarab qo'shimchani qo'llaymiz. Bunda a i bilan tugaydigan so'zlar sen olmoshi uchun egalik qo'shimcha sifatida in qo'shimchasini oladi. Senin anahtarin, sening kaliting, senin evin, sening uying, senin qo'lin, sening qo'ling, senin ko'yin, sening qishlog'ing. Mana o olmoshi uchun egalik qo'shimcha bu yerda nun qo'shimchasi bo'lyapti. Natijada uning bo'ladi tarjimasi. Xo'p, endi bu yerda boshqa so'zlarda o olmoshiga oid boshqa so'zlarga egalik qo'shimcha qo'shishimizda agar so'zimiz unli harf bilan tugaydigan bo'lsa, s harfi qo'shiladi. Bunda endi unli bilan tugasa ham, o'ndosh bilan tugasa ham oxirgi unliga murojaat qilamiz. Oxirgi unliga qarab qo'shimchani qo'yamiz. Bobo oxirgi unli qalin i bilan tugasa s qo'shimchasi qo'shiladi.
Hop, i bilan tugaydigan so'zlarga si qo'shimchasini qo'shamiz. U bilan tugaydigan so'zlarga su qo'shimchasi qo'shiladi. Ö bilan tugaydigan so'zlarga su qo'shimchasi qo'shilyapti mana. Onun bobosi, uning otasi. Onun annesi, uning onasi. Onun mantosi, uning kurtkasi. Onun ütüsi, uning mazmoli. Hop, endi undosh bilan tugaydigan so'zlar esa o, i, u, ü harflaridan birontasini oladi. Nimaga ko'ra? Oxirgi unli harfga ko'ra. Onun anahtari a bo'lgani uchun o qo'shimchasi qo'shildi. Mana a bo'lgani uchun o qo'shimchasi. Onun evi undosh bilan tugayapti. Bo'lgani uchun i qo'shimchasi qo'shildi. Mana i bilan tugaydigan so'zlar i'ni oladi. O olmoshi uchun oxirgi undosh harf bilan tugasa, ko'l uchun u, hop, to'y uchun u bo'lyapti bu yerda mana. Onun anahtari, onun evi, onun ko'li, onun to'yi. Biz olmoshi uchun egal qo'shimcha im bo'lyapti bu yerda. Bizim, ya'ni bizning tarjimasi. Bunda bobomiz unli bilan tugaganiga yana oxirgi unliga qarab qo'shimchani qo'llaymiz. Miz, miz, muz, muz shakllaridan bittasini oladi oxirgi unliga ko'ra. Xo'p, o bilan tugaydigan so'zlar miz qo'shimchasini oladi. Bobomiz, bizim bobomiz, bizning otamiz. Bizim annemiz, bizning onamiz. Mana bo'lgani uchun miz qo'shimchasi qo'shildi. O bo'lgani uchun muz qo'shimchasi qo'shilgan. Bunga mantomuz. Bizim mantomuz, bizning kurtkamiz. Bizim ütümüz, mana ütü dazmol. U bo'lgani uchun tepada mana u turibdi. U bilan tugaydigani uchun muz qo'shildi. Bizning dazmolimiz. Xo'p, undosh bilan tugaydigan so'zlar biz olmosh uchun umuz, imiz, umuz, umuz qo'shimchalaridan birini oladi oxirgi unliga ko'ra. Bizim anahtarimiz, mana bizning kalitimiz a bo'lgani uchun umuz qo'shimchasi. Bizning uyimiz, imiz, bilan tugagani uchun imiz qo'shimchasini oldi. Hop, bizim kulumuz, mana muz qo'shimchasi. Bizim kuyimiz, umuz qo'shimchasi. Hop, siz olmoshi uchun egal qo'shimcha in bo'lyapti bu yerda. Sizning so'zlarda ko'rib chiqamiz. Unli bilan tugasa miz, miz, muz, nuz shakllaridan birontasini qo'yamiz. Nimaga ko'ra? So'zning oxirgi unli harfiga ko'ra bu ham a bilan tugaydigan so'zlar muz qo'shimcha. Sizning bobomiz, sizning onangiz, sizning anneniz, sizning onangiz bo'lgani uchun so'z oxirgi harfi miz qo'shimcha qo'shildi. Sizning bantonuz, sizning kurtkangiz, sizning ütünüz, sizning dazmolingiz. Hop, sizin anahtarınız. Endi undosh bilan tugaydigan so'zlarga quyidagi shakllardan birontasini qo'yamiz. Miz, iniz, unuz, unuz. Mana 4 xil shakli bor buni ham. So'zning oxirgi harfi undosh bilan tugayapti, lekin unli harfi o bilan tugagani uchun uniz, bilan tugaydigan so'z bilan tugagani uchun iniz. U bilan tugagan so'zlar unuz qo'shimchasini olish kerak. So'zimiz o harfi bilan tugaydi. Unuz. Unuzga keyingi so'zimiz sizning kalitingiz, sizning uyingiz, sizning qo'lingiz, sizning qishlog'ingiz. Xo'p, onlar olmoshi uchun in qo'shimchasi qo'shilyapti. Bu yerda ularning bo'lyapti. Endi unli bilan tugaydigan so'zlarda bu olmoshga tegishli unli bilan tugaydigan so'zlarga egal qo'shimcha sifatida biz lari yoki s qo'shimchasini qo'shishimiz kerak. Qavs ichida turgan sababi yoki larini yoki sni qo'shsak ham xato bo'lmaydi degani. Buni ham o'sha yuqoridagi oxirgi unli harflarga ko'ra qo'llaymiz. Xohlasak onların babalari diyebiliriz. Dersak onların babası diyebiliriz. Anneleri, mantolari, ütüleri, anahtarlari, evleri, qo'llari, ko'ylari. Buni oddiy tushunishimiz uchun mana bu 3-shaxs